Yurtimizda har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yilning eng yaxshi tarbiyachisi ko'rik tanlovi bugun hududlarda izchillik bilan davom etmoqda. Namangan viloyati maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi binosida mazkur tanlovning viloyat bosqichida dastlabki test topshirish jarayoni bo'lib o'tdi. Unda shahar va tuman bosqichlarida munosib ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-yil 17-martdagi 86-sonli buyrug'i asosida yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 kasbiy ko'rik tanlovining Namangan viloyati bosqichiga start berildi. Bugun shu tanlovning test topshirig'i sharti bo'yicha 13 nafar direktor o'rinbosarlari va 49 nafar tarbiyachilar bellashdi. Bugungi bellashuvlar natijalariga ko'ra ijobiy natijaga erishgan ishtirokchilar keyingi bosqichga yo'l olishadi. Ma'lumot uchun aytish lozimki, yilning eng yaxshi tarbiyachisi ko'rik tanlovi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, direktor o'rinbosarlari va tarbiyachilari lavozimida kamida 2 yil davomida faoliyat yuritayotgan amaliy ish tajribasiga ega metodist va tarbiyachilar o'rtasida o'tkazildi. Bugungi viloyat bosqichida ham ishtirokchilar eng yaxshi direktor o'rinbosari, yilning eng fidokor tarbiyachisi, eng yaxshi ijodkor ixtirochi tarbiyachi, innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llaydigan eng yaxshi tarbiyachi, eng yaxshi eko-targ'ibotchi tarbiyachi, Yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyalari asosida o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Men 2025-yil yil tarbiyachisi ko'rik tanloviga qatnashib, bosqichlardan o'tib, mana viloyat bosqichiga ham yetib keldim. Viloyat bosqichining birinchi bosqichida test jarayoni bo'ldi. Bu test jarayoniga kirdim va muvaffaqiyatli test jarayonidan o'tdim. Savollar meni juda ham qoniqtirdi. O'zimning kasbimga tegishli ilk qadam o'quv dasturidan ko'p savollar tushdi. Rejalarim Xudo xohlasa respublikaga chiqib, oliy o'rinlarni olish niyatidaman. Tanlovning viloyat bosqichi 3 ta shart asosida o'tkazildi. Unda 20 va undan yuqori ball to'plagan ishtirokchilar tanlovning keyingi shartiga yo'llanma oldilar. Saydolim Abdurahmonov, Fotima Toshnazarova, Farruh Barotov, Akbarjon Mansurov Namangan viloyati maktab va maktabgacha ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.